Xullas akalar qo'yib yuborishdi. Hujjatlarni tekshirib, hammasi joyida dedi. Hech qanaqa jarima qo'llanmadi. Ketyapman endi, xudo xolasa. Dash yo'limizda davom etamiz. Bu avtobandan taxminan bir 2-3 kilometr ichkariga olib kirdi. 2-3 kilometr ichkariga olib kirib, hozir endi o'ngga borsang dedi, Kalso yo'l bor dedi. Kalsodan razворот qilib orqaga qaytasan dedi. Поверните направо и сразу поверните направо. Xudo xolasa endi krugdan qaytamiz orqaga. Shunaqa holatlar ham bo'lib turar ekan yo'lda. Bu yengil bir shamol deydi-yu.